Hürmetli vatandaş bugünkü şeylerimizle. Mesela siyasyon, İngilizcelik siyasyon çağrılıyız bolgörlen. Yakup Bey'in tercümali diyen kitabı getirdiğin kelge yerimizden silagillik siyasözlerimiz ve şiardan başlayımız. Onun da avval bugünkü çizlan eğitimde ilişkimen 20. yıl. 2. ayının 4. günü haftaki seyşembe. Bugünkü vaziyet doğrusu da bir kelime hazır Hangzhou şehri, katlı şehir kamal kılındı. Endi 2. katemde nöbet Şanghan ılma, Şanghay'a geldi. Onun için bundan burun Jingzhou şehri kamal kılındı. Bana vaziyet hazır şu sebebi virüs. Öpki yallığı virüsü. Çok şehirler kamal kılındı. Bunu etik kaldırıp emlikçiğimizle başlayımız vatandaş. Ula yani Hudayar Hanım korkup turğunundan paylanıp onu Rusya'nın teklifiga sükut kılışga gönderdi. Bu ulanın öz suikastini işe aşırışı da zor idi. Ruslar Qashqariyada kurulgan kuchlik harbiy hokimiyatning oxiri bir kun Aqtabashning Chechen kallasida yetilayotgan fitnaga ilhom berdiganligi to'g'risida Xudoyorxonni ogohlantirdi. Aqtabachi degani bundan 30 yil burungi o'ng qo'lli vazir musulmon qulning qorniyat o'g'li edi. Bu garchi tutariqsiz gap bo'lsa-mu, lekin onun Xudoyorxonga ta'sir ko'rsatganligidan gumonlanishga bo'lmaydi. Bu bechora hukmronning o'zi Rus maslahatchilarining ra'yiga boqmasi bo'lmaydigan ahvolga tushib qolgan bo'lsa-mu, Qashqariyaga xo'jalik talabi qo'yishni rad qilgudek jasorati bor edi. O xaritini ko'rsatib, siyliq amma masxara talaffuz bilan Qo'qonning chegarasini g'arbga surish kerak edi. Lekin Qaqos Qizil Art tog'larini istilo qilgan taqdirdami, Toshkent bilan Xo'jandni qo'ldan berib qo'ygan ziyonni qoplay olmaydi dedi. Ama o Yakup Bey'ne Rusya hükümeti oturup koygan sodi kelişimini tasdiqlashga ko'ndirishga ma'qul bo'ldi. Shunda qilib Xudoyorxon Yakup Bey o'zining Rossiyalik do'stlarining muddaosi bo'yicha bir parcha xat yozdi. Ama o bu açık doğrunun üstüge bir qavat şeker yalıtış üçün xat bilan billa yana bir parça şahs xat yazıp Rusların kelgusideki maqsadlarini ochiq quturib qo'ydi. Bu xatda Ruslar o'zining Yakup Bey bilan bo'lgan munosabatini boshqalar o'ylagandek yiriklashtirib o'tish niyatida emasligi, Ruslarning masalani o'z obro'yiga ta'sir yetkazmaydigan sharoitda hal qilish uchun suhbatni asliga keltirishni avval o'ttirg'a qo'ymaganligi aytilgan edi. Xudoyorxon mayli oshkori bo'lsin yoki yanglishida bo'lsin, Yakup Bey'ni Rossiya hukumati ko'rinishda bo'lsin-mu, ma'lum darajada yo'l qo'yishga da'vat qiladi. Ruslar Xudoyorxonni Yakup Bey'ga besim ishlatishga zo'rlab, natija chiqara olmagandan keyin Xudoyorxonning xatida yozilgandek xulosaga keldi. Ularchi bo'lganda Yakup Bey avval ifoda bildirsa, ondan onun bilan Rossiyaga kelmoqchi va uni Rossiyaning ittifoqchisi bo'lish sifati bilan o'z loyig'ida zo'r foydaga sherik qilmoqchi edi. Toshkent doiralari hatto o'zlari uchun cho'ng chatoqdan biri hal bo'ladigan bo'ldi deb xo'sh bo'lib ketdi.
Ula Xudayarxan vasıta qilib Yaqub Bey tüvençilik bilen işlikkan etmedi. Bundaq yol koyganını biz ezelden anlap bakmaganıdır. Ulanın nezirici bu hakavur Müslüman hükmüranın çağır padişah kemçilik qilib yartıp bergen muşu ahırkı fırsatni şallık bilen ganimet bildiğallık şüphesiz idi. Ama ola çotlu hata soqqanı da Yaqub Bey Ruslanın qaramakı pervasız turğunu bilen ameliyatı yürügü pokluğunu Rusiyadak bir kudretlik devletinin bir kilişimini de şunçula kılıvatkan yerde bir vası söhbet ötközgende teximi köp yol koyduğallığını tezla sezip aldı. Şunu o ziyaret gelgen az sallık Ruslan'ı özünün kudretlik işkellikiga şendirmekçi bulup Kaşgariye'nin tabii baylığı hakkında hedef lap urdu. Özünün parç-parç sakçı kısımlarını muntizim ve terbiye görgen güçlü koşun kılıp görsetti. Yaqub Bey kalbiga ko'zi yetib turganda o'zi to'g'risidagi 4 yillik siyoset bedeliga kelgan butun umrida o'ziga shuncha ko'p yordam bergan yaxshi ta'sirotni nobud qiladigan odam emas edi. Hali uzun vaqt o'tgandan keyin Xudayarxon Yaqub Beyga yozgan xatiga rasmiy javob oldi. Ama bu cevapның Ruslanı qattiq xafa qilishi turgan gap edi. Yaqub Bey xatida Ruslanın o'zining hukumatini e'tirof qilmaganligi va o'zining ashaddiy dushmani bo'lgan jungoliklarni izchil qo'llab kelganligi uchun Ruslar bilan suhbat o'tkazishni rad qiladiganligini bildirdi. O'tir Osiyoning sarkardisi Yaqub Bey. Ama o Taşkent'in teklifini doğrudan doğru red kılmasın. Bazı uşak düşek işler üstüde köprek toxtaldı ve Rusiyaga qartılgan siyaset meselesini elektrikli elip özü bilen dindaşlarının ortak düşmeni özünün ve ittifakdaşlarının yani Qo'qon, Buxara hükümranlarının azrak oylashıp görüşügüm o arzimaydiganligini aytib kelip mening devletim Qashqariyaga kelgan. Ruslar bu yerini ko'rgandan keyin bu devletning ahvolini bilib oladi. Shuning uchun eng yaxshisi bundaq makkori niyati yomon odamlarni bu yerga keltirmaslik kerak dedi. Yaqub Bey özünün devletini hiç qancha küçümeyle bitchit qilib tashlay oladigan kuchlik bir devletga ana shundoq tushunishlik so'zlar bilan babadi. Ma'lum ma'nidan aytganda Yaqub Bey'ning cho'ng yurakligi dal uning yuksak darajada ehtiyotchan ishkanligining ifodasi bo'lib, u dal mushu sababdan muvaffaqiyat qozondi. Diqqat. Eğer Yaqub Bey'nin pozitsiyasi mushundaq keskin bo'lmagan bo'lsa, o butunlay mag'lub bo'lgan bo'ladi. Ruslar o'zlarining yangi raqibini mo'lcherlashda butunlay aldangan edi. Ular Yaqub Bey'ni gapga kirgizish uchun hamma choralarni qilib ko'rgandan keyin oxiri Yaqub Bey'ning davlati to'g'risida aniq bir axborotga erishish uchun bo'lsa-mu 6 yildan beri Osiyoning markazidagi keng bir parcha zaminni boshqarayotgan bu hukmronni e'tirof qilish aqloni ishmi qandoq deganni Toshkentda astoydil muzokara qilish kirishdi. Onun üstüge Yaqub Bey Türkistan'ın harbiy valisiga bir parça xat yazıp, Çar padişahının özü bilen diplomatik münasebet o'rnatishda Xudayarxonni ko'rik qilmasa-mı bo'ladiganligini, agar Ruslar uning bilan rostli ittifoq tuzmoqchi bo'lsa, o'zining huzuriga elchi avatib özleri arzu qilganidek savdo va boshqa kelishimlar tuzish to'g'risida rasmiy aloqalashsa bo'ladiganligini tushuntirib, Rossiya diplomatlari uchun yo'l hozirlabman.
bu xat xuddi o'tir asrdagi ma'lum bir Yevropa karolining yana bir karolga yozgan xatiga o'xshash nihoyatda tantanalik yozilgan edi. O xatida men Rossiyaning huquqini va iqtidorini inkor qilmayman. Lekin men yuraklik odamman. Manga dal Alloh taolaning o'zi yoriyulak bo'ladi. Men kurashdan hargiz bosh tortmayman. Faqat o'z e'tiqodim yo'lida qurbon bo'lishni xohlayman degan edi. Vah! Bu xat Toshkentda intayin cho'ng ta'sir paydo qildi. Shuning bilan ular Qashqarga elchi avatish qarori keldi. Bu yerda deyilayotgan Toshkent Ruslarning qo'lidagi Toshkent shu vaqtda juma. Bayanımızda davamlaştırışdan burun Rossiya bilan Qashqariya o'rtasida hozirga qadar yuz bergan ishlarni yig'inchoqlab bayon qilish zarurdak qiladi. Chunki bu ikki davlatning o'zaro munosabati mushu vaqtdan boshlab o'tgandagiga butunlay o'xshamaydigan bo'lib qolgan edi. Ruslar Yoqubbekni o'zlariga savdo va eng ko'p e'tibor berishga, siyosiy jihatda yo'l qo'yishga unutmoqchi bo'lishdi. Yoqubbekka bo'lsa Rossiyada ishlangan mollardan ma'lum foyda oladi degan mujmal va'dani bergandan boshqa shunga o'xshash teng barobar yo'l qo'yishning har qandig'ini rad qildi. Ölmekten üstüge tepmek degandek ular faqat Cunguluklarning Qashqariyaning hukmroni deb e'tirof qilinadiganligini mu oshkora jakalidi. Demak, burayning hukmroni Cunguluklar deb e'tirof qilinadiganligini Çar Rossiya oshkora e'tirof qildi deydi. Qılğanımı aşkarı cakalı dedi. Şatmırızının tağısının özünün əməliyyətdeki padişah deb etiraf qılınışını tələb qılıb, oturuq qoyğan asaslarını muhakimə qilishni bolsa rədd qıldı Rossiyalik.